Bozorda otlar juda ko'p. Mana ko'pkari bo'yapti. Nami sakrayman deb yotibdi. Mana bu yoqda otlar rosa tushibdi lekin. Mana bu yoqda yerlarda qonab ketgan oyoqlari ham. Mana bo'lmaydi. Mana bu yoqda otlar bilan janjal bor. Mana bu yoqda janjal bor. Bozorda odam juda ko'p lekin. Savdolar pastroq lekin. Savdo bo'lyapti. Savdo pastroq lekin. Mana ot juda urush qolgan lekin. Qo'l hammasi tepi yotibdi. Mana odam ko'p. Namotam chiroyli ekan mana. Hamma turibdi, hamma tomoshabin. Sotilayotgan otni o'zi yo'q lekin. Hozir rosa to'polonchi ekan mana shu ot. Mana shu ot to'polonchi. Mana shu buqa 21,5 bo'libdi mana. Shohli. Lekin sho'g'agan. Mana hamma yoni dabdala qo'yapti. Mana Jaydar. Qozog'istondan o'tgan smeshim deydi. Torting tog'a, torting. Haydi. Bular arqonga tushmagan bo'ladi-da, yaxshi yurmaydi mana. Mana yurmayapti. Nazorat hunar ko'rsatyapti mana. Mana shu buqa bo'ladi. Mana hamma yoni dabdala qo'yapti. Mana shu buqa. Arzonmi, qimmatmi, nima deysizlar? Mana shu buqani 38 so'rashyapti. Mol semiz zo'r. 32,5 ga berishmabdi. Mana mol lekin zo'r. Boqsa ham bo'ladi, so'ysa ham bo'ladi. Sementalga gibrid ekan. Mana mol lekin semiz zo'r ekan. Kichkina semiz. Mana hurmatli obunachilar, bozorimizga limuzin parudali qo'la chiqqan. 40 milliondan kami bor ekan. 38 dan savdo qilayotgan ekan. Mana boqishga jonivorlar yaxshi narsa ekan. Hammasi zo'r. Oqsillardan chiqqan mana. Hammasi lekin yaxshi bo'lib ekan. Boqishga zo'r narsalar ekan. Mana shu buqamiz 62 mingdan tarozga bo'lib so'yishga juda katta semiz buqa ekan. Polvon. Yoshi ham katta jonivordir. Rosa katta buqa ekan. Mana boya gigant buqamiz. Jonivor tarozga ham sig'mayapti mana. 914 kilo keldi taroziga. 62 mingdan baraka bo'lgan. Mana 62 mingdan 400 ming skidga. 915 ming 915 kilo ketdi. 400 pul skidga deydi. 400 ming skidga, pulidan 400 ming so'm skidga. Tonnadan oshamadi. Juda katta ekan. Tonnadan oshamadi. Mana shu gigant buqamiz mana. Jonivor. Yurgisi ham kelmay qolibdi mana. Yurgisi ham kelmayotgan ekan. Jonivor. Juda katta buqa ekan lekin. So'yishga sigirlarda yurgan ekan. O'sha ishdan chiqqan buqa.